Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 205 dahasdan 2 xonali kvartira topib qo'ydik. Ikkinchi etajda joylashgan. Arenterga keladigan bo'lsak, Mirxalil Hoji ota mehmonxonasidan shundoqqina kirib kelganda oxirgi dom. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda prixoshka qismi ko'rib turganingizdek baland, chiroyli holatda, kenggina. Bu yoqda chap qo'limizda tualet vannasi alohida joylashgan. Undan o'tganimizda bu yoqda birinchi xonamiz yaxshigina remontlari o'rtacha holatda. Ikkinchi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz esa zal qismimiz. Zalimiz ham ko'rib turganingizdek yaxshi, shinam, chiroyli holatda. Undan o'tganimizda oshxona qismimiz. Oshxona qismimiz ham ko'rib turganingizdek chiroyli mebellarni qo'yib qo'yilgan, gaz plitalari bor. Bu xonadonimizda shundoqqina duh kontur qo'yilgan. Bu yoqda balkon qismimiz, balkonimiz ham 2 xonali bo'lishiga qaramasdan boshqa proyektlarga qaraganda 6 ga 2 ga joylashgan. Bu yoqda isitish tizimlari zo'r ishlaydi, chunki aytganimizdek duh konturlar qo'yib qo'yilgan. Azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek chiroyli holatda o'rtacha bitta oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Bu uyning narxini egalari 26500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Va 205 dahasdan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.